90% yolg'iz ayollar turmush qurishni xohlaydi. Lekin bolam o'gay otani qo'lida katta bo'lmasin deb o'zini qurbon qiladi. Bu qurbonlikni badali juda og'ir kechadi. Erkak kishi faqat nafsga kerak emas, ayol kishi nimani erkak kishidan xohlaydi? Yelkadosh bo'lishini. Har bitta erkakni Allohim kuchli qilib yaratgan. Ayol kishi erkak kishini yelkasida boshini qo'yib dunyodagi har bitta g'am tashvishini unutishni xohlaydi. Ayol kishiga mol dunyo, shirin gap, to'g'ri kerak, yolg'iz o'tishni xohlamaydi. Chunki yolg'iz ayollar dunyoda har doim kech bo'lishini xohlashmaydi. Kech bo'lgan paytda zulmat, tun o'zini kuchini ishlatadi. Beva ayollarimiz tun bo'lishini xohlashmaydi. Chunki tun bo'lganda bevaligi esiga tushadi. Ertalab chalg'ib ishlar bilan yurishi mumkin, farzandi bilan yurishi mumkin, lekin kech bo'lganda o'zini yotoq joyiga kirib oddiygina yostiqdosh